kuzatishimiz davomida ko'pchilik odamlar elektromobil ichida o'tiribdi. Zaryad olayotgan vaqtda elektromobil ichidagi eng yuqori magnit maydon ko'rsatkichlari ham aynan bыстрый zaryadka vaqtida ko'rsatish beradi. Assalomu alaykum azizlar, siz Planeta Zich kanalidasiz. Mana bugun biz Bo'ron akaning Dongfeng EP008 gibrid elektromobilining magnit maydon ko'rsatkichlari bilan tanishib chiqdik. Eng yuqori magnit maydon ko'rsatkichi haydovchi oyoq ostida 12,5 milligauss. Elektromobil ichidagi magnit maydon ko'rsatkichi qancha past bo'lsa, shuncha yaxshi. Sizni Dongfeng EP008 gibrid elektromobili haydovchisi sifatida sizga bir nechta savollarimiz bor aka. Ushbu elektromobilni bateriya disbalansini ushlash uchun qanday chora-tadbirlarni amalga oshirmoqdasiz? Endi buni balansini ushlashni men doim 100% zaryad qilmayman birinchidan. 100% qilmaysiz. Keyin issiqda zaryad qilmayman. Kunni issiq kunida qilmayman. qo'ymaysiz. Faqat shu salqin tushganda kechqurun qo'yaman zaryadga. Keyin mana bu bыстрый zaryadga qancha ko'p har kuni qo'yaversangiz, bateriyani yomkisini tushirish haqida xabaringiz bormi? Da, xabarim bor. Biz Planeta Zich kanali tomoshabinlariga, elektromobil haydovchilariga iloji boricha uy rozetkasi orqali elektromobillarni zaryadga qo'yishni tavsiya berib kelmoqdamiz. Ilojsiz qolgan vaziyatda uzoq safarga chiqqanda zarurat yuzasidan bыстрый zaryadkada elektromobillarni zaryadlashni tavsiya qilib qolamiz. Undan tashqari zaryad olayotgan vaqtda kuzatishimiz davomida ko'pchilik odamlar elektromobil ichida o'tiribdi. Zaryad olayotgan vaqtda elektromobil ichidagi eng yuqori magnit maydon ko'rsatkichlari ham aynan bыстрый zaryadka vaqtida ko'rsatish beradi. Shunday ekan, yoshi katta kishilar, yosh oilalilar, oila a'zolari bilan ham o'tirgan holatlarni ko'rdik. Ushbu odamlar bizni kuzatayotgan bo'lsa, oila a'zolari bilan yoki bo'lmasa o'zida yoshi katta ota-onasini zaryad olayotgan vaqtda elektromobil ichida o'tirg'izmaslikni tavsiya berib qolamiz.